Selam do'stlar, men FIFA Uz kanali. Bugungi videoda do'stlar qanday qilib Minecraft nastroy qilishni o'rgatamiz. Mana hozir ko'ryapsizlar, bitta bir ochib ko'rsataman. Minecraft ahvolini. Hozir oraya kirguncha ana qilib turamiz. Ana qilib turamiz, nima deydi oti? Yo, bo'ldi. Miri kirdi, qiyin bo'lmasa ham bu Minecraft. O'zi ham birinchi o'rta o'ynamanman-da. Pauza qilib turamiz, kirgandan keyin mana mirga ham kirib oldik. Ko'rasizlarmi? Rasovoy yozibdi. Mana bunday. Hozir jonliga o'tamiz. Mana bu ham asosiy yozibdi. Jonli tepada. Do'stlar, hozir bilan to'g'rilaymiz. Birinchi to'chut olamiz. Mana to'ch. Va sizlarda shunaqa tugma bo'ladi. To'ch inglizcha bo'lsa to'ch, ruscha bo'lsa shunaqa yozib qo'yadi. Pastga tushamiz. Hozir sal texnik nosozliklar bo'lyapti. Hozir qo'lni pauza qilib turamiz. Texnik nosozliklarni to'g'rilash. Mana texnik nosozliklar bitirildi. Mana chiqamiz. Inglizcha qilib qo'ydik. Mana aytganimdek, mana touch degan narsa bo'ladi. O'shanga bosasizlar. Pastga tushasizlar. Keyin speed control degan narsa bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman. Speed control degan narsa bor. O'shani yoqib qo'yasizlar. Mana yoqib qo'ydim. Keyin mana bunday holatga kiradi. Mana plyuschaga aylanib qoldi. Mana endi mana bu jonlarni pastga tushirishni o'rganamiz. Bunday qilamiz. Tingni bosamiz, pastga tushamiz. Video degan joyga tushamiz. Keyin pastga tushamiz. Poch degan narsa turadi. Mana hozir ko'rsataman. Poch degan narsa turadi. Mana buni. Bu bo'ladi. O'shani ochib klassik o'tkazib qo'yamiz. Mana jonli pastga tushdi. Mana klassik faqat ular pastga qolmay inventaringizni kompyuterga o'xshatib qo'yadi. Mana kompyuterga o'xshab qoldi inventar. Mana do'stlar, shunaqa qilib kompyuter versiyasida bo'lib video olishga mos bo'lib juda zo'r bo'lib qoladi. Bu men mod qo'shmaganman, mod bo'lmagan bu yoqda. Shu videoga mayli shu videodan keyin bizlar albatta Minecraftga qanday qilib mod qo'shishni o'rgataman. Va video shu joyda tugadi do'stlar. Yana to'xtaydi. Do'stlar, men bitta narsani sizlarga aytishimcha, hozir bu versiyaga to'g'ri kelmaydigan narsa ekan u. Keyingi videolarda qanday qilib sizlarni har tomonni ko'rsatadigan tepada ko'z rasmi bo'ladi. Shu ko'z rasmini bossangiz sizlarni har tomonni ko'rsatadigan narsa qilamiz. Hozir ko'rib ko'ramiz bu Minecraftda bormi-ki. Bo'lmasa yana alohida video chiqaramiz. Unga ham to'chishni bosam, yo'q. Bu Minecraftda yo'q ekan bu narsa. Ma'lumki, bo'lmasmi? Yo'q, bu Minecraftda yo'q. Mana do'stlar, keyingi videolarda sizlarga bu narsaning hammasini o'rgataman. Sizga ham so'z beraman. Do'stlar, sizlar bilan FIFA Uz kanalimga o'tib obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan men edim va sizlar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Shu bilan
men videoni yakunlayman. Sizlar bilan Fifuz edi va xayr.